99% adam açık ve öşmelikle öyle gidiyordu da otun. Şundan da hayran qilishing kerak. Benim doyunumga pinglirlarni qildi, pinglirlarni chiqarib men qanday qilsam pul topaman deydigan bir pinglim bor. Men ularga yozib qo'ydim. Ya'ni fumu da. Ata-onangni kechirib o'talisang, ondan pul topsan. Bu gapni nurg'un odam tushunmaydi. Hozir tushunmas buni. Ata-onangni kechirib o'talisang. Yani ikki hukm bor. Birisi biz ata-onamizni kechirib o'tdik, biz ularga o'chirmasak deydi. Yapmayın. Ameliyatda açık nereden tug'ilgan desa, uning yildizi bizning ota-onamiz bo'lgan xato o'chmanligimizdan şey. Xato o'chmanligimiz. Biz ota-onamizga o'chog'dik. Ota-onamiz bizga nima ish qildi? Ammo ota-onalarimizning xatoligi bor. Uning xatoligi nima? Allah psixikasida birinchi deydiganimiz bir bola nimadan eng qo'rqidi? Bir bola nimadan eng qo'rqidi? Bir bola ota-onasining xushalsiz holatini ko'rishdan eng qo'rqidi. Bir onaning bir donining xushalsizligining o'zila bir bola uchun bek cho'ng xatolik hisoblanadi. Chunki ota-ona xushalsiz bo'lganda bola o'zini ayblaydi. Bu xil gunohkorlik tuyg'usi o'ta odamning ustiga liq qashqashlangan bir tog'ani epchuganga o'xshaydi. Biz aşı günahkarlık tuyg'usi tufayli yorlanamiz. Şun bizim o'chmanlik paydo bo'ldi. Bu xil o'chmanlik, bu xil ochiqni bir og'amchiga o'xshasam, odam badandagi ustun a'zoni biz aşı ochiq va o'chmanlikdan iborat og'amchidan chigilitimiz. Shu bizga bog'liq ichki siqilish shu og'amchi chigilga ya'ni keldi.